Nima paydo bo'lganda uchadi? Qo'nganda yotadi, nobud bo'lganda oqadi. Qush. Yo'q. Qanaqasiga qush hozir? Voy, bu chetga olib bir yarim soat uxlab olasizmi, bukajon? Qush. To'g'ri kelmayapti-da hozir. Qo'nganda yotib olar ekan, nobud bo'lganda oqib ketar ekan. Ko'mirmi? Ko'mir qanaqasiga uchadi? Birinchi uchar ekan, keyin oqar ekan. Menimcha bu oldin siz yoshingizda oqqizgansiz. Hozir ham oqqizasiz, boshqacharoq holatda. Misol uchun bu narsa ko'pchilik yaxshi ko'radi. Ko'pchilik yaxshi ko'radi. Nima bo'lishi mumkin? Agar to'g'ri javob topsangiz, hamkorimiz Safi Kosmetikda mana bu kosmetik to'plamini yutib olasiz. Aytgancha, ushbu mahsulotga qiziqqan tadbirkorlar bo'lsa, ekranda pastki raqamga telefon qilsanglar bo'ladi. Bu mahsulotlar birinchi qo'li Koreya mahsuloti. Topa olmaysizmi? Yo'q, topaman. Siz javobni bilasizmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Qarang, Safi Kosmetikga obuna bo'lganmiz? Yo'q. Hozir obuna bo'lib qo'ying, mayli sovg'ani berib yuboraman. Safi Kosmetik. Do'stlar obuna bo'lib qo'ydilar. Obuna bo'lib qo'yganingiz uchun sovg'a sizga. Siz ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi safar yo'ldan chiqib olishingiz mumkin.